Siz meni unutib ketdim deb kesib ayta olamsiz? Sizni unutib ketdim. Anglasam mendan ajrashgandan keyin boshqa bir qizga uylanibsiz. O qiz haqiqatan chiroyli ekan. Ammo o qizni mangu meni tashlab ketmaydi deb ishonamsiz. İşenmeyman. Chunki men sizga ishonib bo'lgan. Sizga ishonib bo'lgan. Lekin oxirida siz tashlab ketdingiz. Shu sababmikan hozir hech qanday odamga ishonmayman. Ammo hozirgi ayolim bilan sizning farqingiz. Siz bu o'rinda. U bu o'rinda. Farq nihoyat zo'r. Sizga deysam, sizlar uyda beqilayotgan o balani men 9 oy 9 kun qo'rsoq ko'tarib 1001 jafodi yangigan. Biz eng yaxshisi balani o'gay onaning oldida cho'ng qilmay. Ikkimiz yarashib qolsak qandaq? Balani 9 oy 9 kun qo'rsoq ko'tarib, to'liq azobi tortib, tuqqaningiz esingizda bor ekan, ha? Ajab, balani tashlab ketadigan chaqda bu döt qallingizga u kelmabdi ekan. Endi nima bo'lib? Buni o'ylab qoldingiz. Shu esingizda bo'lsin Sarvinoz. Ayni vaqtda bola 4 oylik bo'lganda balani mendek bir odamga yolg'iz tashlab ketgan edingiz. Esingizdami? Shu balaning noli zarlariga pisand biqinmay ketgan edingiz. Endi nima bo'lib? U balani japoda tuqqanligingiz esingizga kelib qoldi. Biz ajrashib ketgan qanchalik bo'lganligini bilamsiz yo'q? Albatta bilaman. 2 yil bo'ldi Ali. 2 yil bo'ldi. Balımı 2 yoshga kirdi. 2 yildan beri bugun tunji bo'lib izlab kelibsiz. Bo'ldi, sizga ortiq gap qilib ko'nglingizga azar bergim yo'q. Ham o'zimning ko'ngliga azar topdim yo'q. Ayolim mush yerda ishlayotgan. U hozirla keladi. Men eng yaxshisi uni bilan uyga qaytay. Siz bilan bu yerda minut to'g'im yo'q. Ali. Ha? Voy. Hay, to'xtang. Isqartib bo'g'chilan mangadigan obsharkadek hajab tezlik ketyapsiz-ku. Gap so'zingizga diqqat qilsangiz bo'larmikan? O mening ayolim. O meni har vaqt chaqasa, men uning qishida paydo bo'laman. Bu bir erning burchi. Men sizga tushuntirib qo'yay. Xato tushunib qolmam. Bu mening burunqi ayolim bo'ladi. Ha, yaxshimi? Yaxshi. Azroq gapim bor deganida shunlashqa bir paranglashib qoldik. Deyish bo'ldinglarmi? Ha. Amiz qaytamdi. Ma'qul, yuring. Hay, to'xtang. Men ko'zingizga haykaldek ko'rinyaptamdim. Attiga men yaqsiz bilan paranglashaman deb turibman bu yerda. Terak chalmadiman deb turmadim. Ba'zi gap so'zlarni bak oshirib aytma. Ma'qulmi? İkimiz yarışıp qalaylik Ali. Menchu eng yaxshisi o'zimning balasini o'zim boqay. Bundaq o'gay onalarning qo'liga tashlab qo'yg'im yo'q. Siz men nima ishli qilsam hammani ko'taralaydigan turib. Faqat shu ota-onangizga qilib qo'ygan bir qo'polligim uchun mendan voz kechib ketdingiz. Bu nima uchun men bu sababini tushunmadim. Sababini tushunamadingizmi? Men tushuntirib qo'yay. Ana. Dadamning ahvoli qanday turadi? Dadam xeyli yaxshi bola. Tamoq qilay desam, put qo'limning toza mag'duri yo'q. Shunga kelin qizim bir suyuq salan tamoq qilib so'pdi ekan. Ma'qul. Men hozir chiqib day. Sarvinoz. Ha? Dadamning faqat mijozi yo'q ekan. Qopmay dadamga suyuqosh yetpasiz bo'pti ekan. Ashta qilay. Men bu uyda g'alchi bo'lgandik. Qachon qarsa og'rib qoldim deb kelib oldi ekan bu uyga. Odamning ishini joyida qig'ilimi qo'ymagan xotirjam.
Maqa hozir itib chiqib beray. Haras, akamlar uy yamoqchi ekan to'q. Jiddiy 60 ming koy pul lozim bo'lib qapti. Biz berib turaylik. Lekin bizda hozir unchalik pul bo'lmasa. Hey, siz qachon qarz pul yo'q deb yuramsiz? O'ylab beqing, men necha yilning yoq sizning yeningizda bo'lmasimi yeningizda turib keldim. Undaq 60 ming koydan nechini tepib bo'ldim men sizga. Endi bir akamlarning beshiga ko'nchishibdi ekan, bir 60 ming koynimi chiqaramay tursizdan, ha? Necha yilning yoqi men sizning yeningizda bo'lmasimi ishning kuchiga kayningizni agishib yuribdiman. 60 ming koychilikmi yuzim yo'q ekanda mening asli. Undaq emas. Mayli. Ish qilib, qandaqlik qilsangiz qilib menga 60 ming koy pul tayyorlab bering. Akamlarga berib turgan. Ma'qul. Men amalni qilay. Cho'qim tepangchimi? Ha, yaxshi, udulman, udul. Aka? Ha? Yaxshimi aka? Telefonda deyishganimizdek pul yerib tursan o'ptikan aka. Ha, ma'qul. Rahmat aka. Aras, biz deyishganimizdek bu mashinani bo'ldi. Mashina o'zingni qolsin. Biz degan qayrindosh. Og'na aka. Bo'ldi. Topalasam berasan, bo'lmasa sen biz yana bo'lgan ekan. Ha, bo'ldi. Rahmat aka. Avval u ishlarni bir taraf qo'yib. Aras aka, men ayolimga sening qishingdan prava olib beray degandim. Shunga hozirmi faoliyat qilyapmiz yana. Faoliyat to'xtab qolmadi. Asli bahasi 9800 ko'ylik. Cho'ng mashinaning pravosining bahasi hozir faqat 5800 ko'y. Agar kelsa, men shu bahada yutib qo'ysam bo'ladi. Aloqa qilish telefon nomerim 156 0991 52 57. Shundan bilan aloqalasam bo'ladi. Ma'qul aka, rahmat, ma'qulmiz. Ha, ma'qul, hozir chiqay. Dadam anamchi? Ketdi. Nima? Ne ketdi? Yurtga qaytib ketamiz deb chiqib ketdi-ku. Nega mangdinglar? Biz qaytalay bolam. Ha, qaytamizlar. Ma'qulamiz. Helimi qaytmadinglar. Bu nima deganingiz endi? Qachon ketdi? Hozir sizning oldingizda tek chiqib ketgan uchirmidimi? Men sizga agar men qizimning va singlimning baxtini o'ylamaydigan bo'lsam, sizni cho'qim. Hey. Hozirning o'zida yuk taqani yig'ishtirib, bu uyda yo'q. Senda xotinni yo'qol. Ma'qul, yo'qolsam yo'qoldim. Men muxtar emas sizlarga. Dada! Nega borsan dada? Nega borsan ana? Sen har qanday bir odamning qilgan yaxshiligi va yomonligi o'ziga yonmay turib o'lmaydi degan gapni tig'iz yuragimda dada. Shu sababdan men boshqalarning qiziga azor bersam, singlimga yoki qizimga yoki ochig'i yenib qolmasin deb ayolimga shuncha hurmat qildi. Nima desa gapini angladi. Oxirida u sizlarning uyda chiqib ketishinglarga sabab bo'lgandek darajaga yetibdi. Men sizlarga yuz kelamayman dada ana, meni kechiringlar. Biz sendan ranjimadik bolam. Ota onaning boladan ranjiganini ko'rganmidim. Biz sendan hargiz ranjimaymiz jonim bolam. Sabab mushundaqla oddiy. Ota onam meni bu dunyoga kelgan kishilar. Bu hayotlikni menga berganlar.
siz bana xotin bulamaysiz. Çünkü şu meni mushu dunyoga kelgan kishilarga hurmat qilmagan sizdan yana manga qanchalik vafo kelar. Sizga shuni deb qo'yay. Qayni ana, qayni ota. O hargizmi erning yoki ayolning ota-onasi emas. Balki er ayolning o'rtaq ota-onasidir. Buni his qilmagan kelin va kuyovg'il mangu baxtli bo'lolmaydi. Mangu baxtli bo'lolmaydi, esingizni ching tuting. Siz bilan yarashishim, mushundoq yaxshi bir ayolni tul qilib qo'yishim hargiz mumkin emas. Eng yaxshisi, buningni kimin izdimi? Baxtli oilamni buzishni o'yladim. To'xtang. Siz meni haqiqatan yaxshi ko'rmasib qoldingizmi? Haqiqatan qalbingizdan chiqarib etdingizmi? Unda qadam ikkimiz bir jip olgan bu chaponni hozirgacha kiyib etibsiz-ku. Qizchaq, bu kiyimni men ayni vaqtda o'zim pul to'lab olgan. Rastimni esam, aldirashchilikda buni siz bilan tang olganim, siz bilan bir jup ekanligini unutibmi ketibdim. Agar bu chaponni silivtish sizni unutib ketganligimdan derak bo'lsa, bo'ladi. Bu chaponni sizga beray.